Ekologik barqarorlikni ta'minlash va zararli moddalarning atmosferaga tarqalishini cheklashda chiqindilarni qayta ishlash muhim ahamiyat kasb etadi. Qashqadaryo viloyatida qiymati $150 million bo'lgan chiqindini qayta ishlash loyihasi ham Xitoy kompaniyasi tomonidan bunyod etilmoqda. Prezidentimizning qattiq maishiy chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish investitsiya loyihalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilayotgan loyiha chiqindilarni qayta ishlash sohasiga zamonaviy yechim va texnologiyalarni joriy etish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. 12 gektar maydonni egallagan zavodda oyiga 45 ming tonna chiqindi qayta ishlanib, yiliga 240 million kilovatt-soatdan ortiq elektr energiya ishlab chiqariladi. O'zbekiston bilan Xitoy munosabatlari uzoq tarixga borib taqaladi. Bugun bu hamkorlik yangi bosqichga chiqdi deyish mumkin. Kompaniyamiz 2008-yil tashkil topgan bo'lib, hozirda 1000 dan ortiq zavodlarga uskuna yetkazib beramiz. Dunyo bo'yicha 80 dan ortiq muqobil energiya ishlab chiqaradigan zavodlarimiz mavjud. Bu O'zbekistondagi eng yirik loyihalarimizdan biri. Bundan tashqari Samarqand viloyatida ham xuddi shunday zavod quryapmiz. Ikkalasining loyiha qiymati $400 million tashkil qiladi. Qayta ishlash jarayonlarida ham atmosfera hech qanday zarar yetkazmasligiga alohida e'tibor qaratilgan. Loyihalarimizni o'z vaqtida sifatli amalga oshirish uchun ko'mak berib qo'llab-quvvatlayotgan O'zbekiston prezidentiga minnatdorchilik bildiramiz. Biz yurtingizda ekologik muvozanatni yaxshilashga o'z hissamizni qo'shayotganimizdan mamnunmiz. Ushbu loyiha viloyatning iqlim sharoiti va talablariga mos ravishda amalga oshirilyapti. Zavod uchun Xitoy davlatidan eng ilg'or texnologiyalar olib kelinadi. Ularga ekologiyaga ta'sir o'tkazmaydigan filtrlar o'rnatiladi. Bugun butun dunyoda atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash, iqlim o'zgarishini oldini olish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bizning chiqindini qayta ishlash zavodimiz ham aynan ana shu global masala bilan bevosita bog'liq. Zavod yer osti suvlarini ham himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yerga eng so'nggi avlod uskunalari olib kelinyapti. Qurilish jarayonlarida asosan xavfsizlik va sifatga alohida e'tibor qaratyapmiz. Zavod ishga tushishi bilan 100 dan ortiq ish o'rinlari yaratiladi. Shuningdek, 5 ta tumanda chiqindilarni qayta yuklash stansiyalari ham quriladi. Ularda maishiy chiqindilar saralanib, zavodga olib kelinadi va qayta ishlanadi. Zavod ishga tushsa, viloyatda chiqindilar qayta ishlanib, elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Chiqindini qayta ishlash orqali ham uning tabiatga ta'sirini kamaytirish, ham iqtisodiy foyda olish imkoniyati yaratiladi.